Hammaga salom. Bugun sizlarga telefon ekranini zapis qilish usulini o'rgataman. Bu esa sizlarga Adobe Screen Recorder ilovasi kerak bo'ladi. Mana bu ilova. Uzr. Mana shu ilova. Ilova kiramiz. Ilovani nastroykalarga olamiz. Ilovani nastroykalarida o'lchamlar bor. Agar telefoningiz o'lchamlari kichikroq bo'lsa, unda kichikroq o'lchamda frame bo'lsa, telefoningiz qotib qoladi. Uzr. Sekund belgilashimiz mumkin. 3 sekund. Menga shunisi ma'qul. Sekund yo'q. Screenshot. Bu telefonda screenshot qilishingiz, kameradan foydalanishingiz, hatto chizishingiz mumkin. Keyinchalik esa bunda rasmlar qo'shishingiz, ovozingizni chiqarib bermoqchi bo'lsangiz mikrofon yoqib qo'yishingiz hamda taymerni o'chirishingiz ham mumkin. Bu ilovaning afzalliklariga keladigan bo'lsak, bu ilovada zapis qilayotganingizda o'zining logotifini qo'yib qo'ymaydi. Qolgan ilovada esa o'zining logotifi qaysi ilovadan foydalanganingizni bilib turishadi. Hamda bu ba'zi bir muammolarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun Adobe Screen Recorder ilovasini taklif qilaman. Demak, siz bilan videomiz tamom. Xayr.